Hocam yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ismim Abdulaziz, Logos maktabidaman. Opajon, sizning farzandingiz Nosirjonova Jasminaxon bizning maktabimizda monitoring testlarida 100 balldan 100 ball oldi. Tabriklaymiz. Juda ham zo'r natija bu. Bunaqa natija 100 balldan 100 ball olish hamma bolaga ham nasib qilmaydi. Sizga katta rahmat. Shunaqa tarbiya berganingiz uchun, shunaqa chiroyli qilib farzandingizni aqlli qilayotganingiz uchun juda ham biz xursandmiz. Maktab ma'muriyati tomonidan sizni tabriklaymiz. Rahmat sizga. Mana shu bizning maktabimiz nomidan sovg'a. Rahmat. Bu ham sizga. Rahmat. Ilohim Jasminaxonning kelajagi porloq bo'lsin. Biz ishonamiz, inshaalloh kelajagi porloq bo'ladi. Siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Shunaqa yaxshi tarbiya berish uchun ota-onalar bugungi kunda nima qilish kerak? Farzand qiziqishiga e'tibor berish kerak. Ularga ko'proq e'tibor berish kerak. Ko'proq vaqt o'tkazish kerak-da baribir. Ular bilan suhbatda bo'lish kerak. Qanaqa nima bo'lyapti, o'zgarishlar, qandaydir yo'naltirish kerak, tushuntirib borish kerak-da hamma yoqda baribir. Rahmat, sog' bo'ling.